Hayırlı işler kızlar. Ben rasmi semirip hazır ma. Eynek kalsam bir kıl bek mini şey. Ben 60 kilodan çıkarsam la bek tez yoğuna gittim ben şu. Şunu o mançka uğraştım. Başladım. Rasmi alda başlattım. Bomba değil ana hem diyorsunuz bilirlen xanda. Ananı ki bugün sizlerge ben yılqı 66-7 kilodan 40 kilo bırak çıkıp ketken o xlayrin to'p bo'lsa semirip ketken vaqtlarda. Aş vaqtlarda qandaq tez uğraşlığımni bir deb beray deb chiqdim. Balki men adamga vakolat qilib bo'lmaydi, lekin mencha mushunday usul xili tez tushirdi sizni deb o'ylayman. Birinchisi cho'qim kung fu harakat qiling. Kung fu tiaoshan qilsanglar, undan keyin yugursanglar, qanday qilsanglar bo'ldi, lekin mencha tiaoshan eng tez. Taxlang'ich takirsangiz rasmiy bek tez tushirasiz. Men bir haftada 5 kilodak tushgan kung fu taxlang'ich taxlabchi. Shuningga men mushuni eng tez o'riqlaydigan usul deb o'ylayman. Undan keyin uning oldidan masalan qarqaq baycham. Qanisiz bo'ldi, lekin men manislar tavsiya qilmayman dedim. Bu Livan degan zot biz o'ylaymiz. Sinjanning cho'ng markasi bo'lgan ekan. Bularning kafesida men bir tal qilib ma u yilini ochmoqchi edim. Mushuni masalan mendek ma suvga to'yilib qilsanglar bo'ldi, suvdan shu yoki tutga har qanday narsa to'yilib qilsanglar bo'ldi. Ishqib yundong uchun boshqa hech nima yemay, bir stakan qora qahva bilanlar yundongni boshlasanlar bo'ldi. Cho'qim taxlang'ich taxlab sinab beqlar ras qilib tez tushgani bo'ldi. Endi ikkinchisi to'xtamay suv ichinglar. Masalan men mastakinim babalar qilgan. Mushunda to'xtamay suv ichman. Bek suv ichib o'shman. Ko'nglim ilishkida shunda bo'lsa suv ichyapman. Zo'lab o'zimni. Chiqishman. Andan keyin bu bir muhim narsa mencha. Andan keyin aviya qilmaysiz. Cho'qim aviya qilmang. Men o'rxlatgan vaqt uch aviya qilsangiz bek ta'sir bo'ldi. Andan keyin aviya qilganda adam 越是晚睡，你肚子越容易饿。uxlamay uni shualqib, buni shualqib qilgan vaqtda bir nima yegingiz kelib qoldi. Uni ko'zingizni yumib, cho'qim shu zamonda cho'zib ketding. Uxlag'an eng yaxshi bo'ldi. Aviya qilsangiz asan samirsiz emas u. Ashi bir muhim masala. Ananki mencha eng oxirida tomoq to'g'riliq. Balki menda yilqi cho'qim sayyayman u bu mana chunki sayyayman demisingizmi yo bo'lmasa yerdan qilmay cho'qim demisingizmi? Amalda to'xtashni o'rganaylik. 就是很多类似，mesela吃播啦，说来我给你们尝一下这个的 psikologiya， 来这个我也尝一下的 psikologiya。Ashta qilishni o'rgansak pek muhimga， 要学会放下筷子，就是bir yerga kelganda to'xtaylik. Cho'qim pek yig'ingiz bo'lsa yam, men u chog'larda tenshini faqat konji qilmayman. Atdigani yeb olma. Masalan, bolka, non degan narsadan ozroqdan atdigani yeb olsanglar bo'ldi, lekin tushdan keyin kesh o'g'ani hargiz yemanglar. Yegan vaqtida mo shu qo'y tinji. Azroq psikologiya ay bo'ldi, qo'yib qo'yay deganni o'rgansanglar bo'ldi. Cho'qim sayish, cho'qim go'shim, ay jishonroqli yang yoki bunda qat'iy tan shu yeymanmi demayman men. Men unchalar bunda qilib ketmagan bir eng beshitki bir haftada meyshil ichib bir ish qilgan men depagan ustak. Unda qilsam misal jidvan bo'lib qoldi. Uning qaraganda hamma narsani yeb, to'xtashni o'rgansak, ashunbek muhim masala. Psikologiya qo'yib qo'ysangiz 照样啊，还是能保持得很好。Shuningga suvni ichishdan, kung fu yundong qilib beqing, yegan vaqtida cho'qim to'xtashni o'rganing. Andan keyin qarqaq va rasmiy muhim. Menlar emas, butun hamma bo'rjular deydi. Shu natijasiga diqqat qilsangiz men bilan tang o'riqlab paqaylayman. Men ish qilib bir haftaga, bir hafta emas 11-dan 7-sigacha o'riqlamsa bo'lmaydi qizlar. Vo'may. Jayo ba!